Assalomu alaykum Nurmebel obunachilar. Xudo xolasa mana 2 xil fasondagi uголовlarimiz tayyor bo'ldi. Kapalak fasonda, Chester fasonda. Bu uголовlarimiz ichlari 100% sasnada bo'lgan. Pampers prujina sasna yog'ochda tayyorlaganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, ikkosi ham o'zgacha svetda. Ochiq молочный, mo'yshiy materiallari ham xudo xolasa artib tozalab ishlatsanglar bo'laveradi. Bu kampligimiz razmeri 430 ga 230. Kampligiga jurnalniy stolni ham qo'shib beramiz. 3 ta taburetkasi, 4 ta bolishi bor. Orqalari ham o'zini materialda bir xil qilib yopilgan. Bundan oldingi videolarda ham bu kaplan fasondagi uголовimizni qo'yganmiz, faqat sidinasining choklari dizayninicha boshqacha edi. Bunga yana dizaynnicha o'zgartirish kiritib, choklarni o'zgartirish kiritib qo'ydik. Xudo xolasa sizlarga yoqadi deb umid qilamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, orqalari ham o'zini materialda bir xil qilib yopilgan. Bu komplegtimizda jurnalniy stol komplet holati. Jurnalniy stol, 3 ta taburetka, 4 ta bolishi bilan narxi 5,5 million so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Buni biz mana Chester modelimiz. Razmeri 330 ga 230, komplegtida 4 ta taburetka, jurnalniy stoli. Jurnalniy stolning razmeri 90 ga 190 qilib tayyorlangan. Bu komplegtimiz ham ichlari 100% sasna yog'ochda bo'lgan, pampers prujina. Mana orqalari ham o'zini materialda bir xil yopilgan, ko'rishingiz mumkin. Bu komplegtimiz narxi 4 million 800 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Qolgan viloyatlarga chiroyli qilib, upakovka qilib, yo'l kirasiga ozgina qo'shilib qoladi. Xudo xolasa chiroyli qilib chiqarib beramiz boshqa viloyatlarga. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarimizni qo'yib beramiz. Ismim Abdunosir. Telefon qilib, xudo xolasa aloqa qilib ko'rasizlar. Chiroyli qilib olib borib o'rnatib yoki dastavka qilib chiqarib olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.